Assalomu alaykum. Hammaga mana navbatdagi obyektimizda Rostani va rotalarni o'rnatib berganmiz. Bu joyda nafaqat pult yordamida, balki telefon orqali ham boshqarsa bo'ladi. Uni ochilishini ko'rsatyapti. Yopamiz. Yana ochamiz. Bu joyda bu Rostaniyimizning yana bir afzallik tomonlari sensor datchiklar qo'yib berganmiz. Mana agar o'tadigan bo'lsa, orqaga avtomatik qaytib ketadi. Bu joyda pult yordamida knopkalar orqali ham boshqarsak bo'ladi. Ruchnoy svet o'chgan paytda ham imkoniyati bor. Sizga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Shedevr Goldga murojaat qiling.